Rossiya prezidenti Vladimir Putin Tojikiston prezidenti Emomali Rahmonga Qobiljonning o'limi haqida fikrlarini bildirib o'tdi. Искреннее соболезнование и вам, и семье мальчика из Таджикистана. Bu hammasi ham emas. Qobiljon oilasiga Tojikiston prezidenti tomonidan uy sovg'a qilindi. Есть новость. Матери Кабилджона Алиева подарили дом. Assalomu alaykum do'stlar aziz. Всем ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуh. Duo za Кабилджона. Albatta shu va shunga o'xshash to'liq xabarni hozir video davomida o'zingiz tomosha qilasiz. Malol kelmasa har bitta inson o'zi videolarini tomosha qilyapti. Kim qaysi fikrda bo'lsa kommentariy qismiga qo'rqmasangiz albatta fikr yozib va eng asosiysi Qobiljon uchun ikki og'iz ta'ziyangizni kommentariyaga yozasiz degan umiddaman. Oxirati obod bo'lsin deydiganlar. Fikrimizga qo'shilsangiz bittadan like bosib qo'ying. Erinmang, kibrlanmang. Biz esa videoni boshlaymiz. Assalomu alaykum. Bir inson iltimosini bajarish bu albatta bir savobdir. O'shaning uchun savob qilishdan hech qachon qochmang. Kanalimizga albatta obuna bo'lib qo'ying. Xabaringiz bo'lsa kerak, Qobiljonning o'limi bo'yicha hattoki bu xabar Rossiya prezidentigacha yetib borgani va u inson bu masala yuzasidan haqiqatan ham tushkunlikka tushganini videoda o'zi shaxsan gapirib o'tdi. Marhamat, videoni tomosha qilsak. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 22 dekabr kuni MDH davlatlari rahbarlarining norasmiy sammiti doirasida Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon bilan uchrashdi va unga Moskva yaqinidagi maktabda 10 yoshli Qobiljon Aliyevning o'ldirilgani yuzasidan hamdardlik bildirdi. Ikki tomonlama uchrashuvimizni sizga va bir necha kun oldin halok bo'lgan tojikistonlik bolaning oila a'zolariga samimiy hamdardlik so'zlari bilan boshlamoqchiman. Bolalarga nisbatan terakt sodir etilishi jirkan jinoyat. Shak shubhasiz tergov oxirigacha yetkaziladi va aybdorlar, agar ular bir necha kishi bo'lsa, albatta to'liq jazoga tortiladi. Yana bir bor takrorlayman. Bu jinoyat meni dahshatga soldi. Yuqorida aytganimdek, bu kabi jinoyatlar umuman tushunish chegarasidan chiqadi. Agar bunday teraktlar bolalarga nisbatan sodir etilsa, bu boshqacha his-tuyg'ularni uyg'otadi. Halok bo'lgan bolaning oila a'zolariga samimiy hamdardlik so'zlarini yetkazishingizni so'rayman, dedi Vladimir Putin. 16 dekabr kuni Moskva oblasti Odintsova rayoni Gorkiy 2 posyolkasida 9-sinf o'quvchisi Timofey o'zi o'qiydigan maktabga pichoq ko'targan holda keldi va o'quvchilarga hujum uyushtirdi. U maktab qo'riqchisini yaraladi va 10 yoshli Qobiljon Aliyevni o'ldirdi. Timofey o'zi tomonidan olingan videoda o'quvchilardan qaysi millatdan ekanini so'ragani aks etgan. Uning egnida ommaviy qotilliklarga ishora qiluvchi yozuvlar aks etgan ekipirovka bo'lgan. Unga nisbatan qotillik va suiqasd bo'yicha ayblovlar qo'yildi. Sud uni 2 oy muddatga hibsga oldi. Muhim xabar do'stlar, vaziyat jiddiylashmoqda. Ochiq hech kim kutmaganda Rossiya prezidenti Vladimir Putin Tojikiston prezidenti bilan bo'lgan suhbatda maktabdagi fojia haqida to'xtaldi. Suhbat davomida o'z hamdardligini bildirar ekan, yosh qo'llarga nisbatan qilingan bunaqa jinoyatlar albatta jazosini topishi va voqeani terakt deb atadi do'stlar. Mana endi do'stlar, bundan keyin bu kichkina itvachchani suvdan quruq chiqib ketishi juda ham qiyin bo'ladi. Chunki davlat rahbarini shaxsan ta'ziya bildirib gapirib o'tgandan keyin bundan keyin katta simiy yangilik xabarlar ham buni albatta ko'rsatadi. Vaziyatda bunday jiddiy tus olishiga barchangizning hissangiz bor, chunki katta kanallar ko'rsatmagani bilan internet tarmog'i portladi do'stlar. Bu voqeadan keyin hamma bloger bormi, oddiy odamlargacha video chiqarib, tarqatib, misol meni bundan oldingi chiqargan videoyim 4,5 million, 5 million prosmotr bo'lgan do'stlar. Haddashki uchun hammaga rahmat. Har doim mana shunaqa hamjihatlik, birlik yo'qolmasin. Albatta aziz yurtdoshlar, bu xabar yaxshi va bunday teraktlar prezidentgacha yetib borayotgani va bu masalaga prezident ham jiddiy qarashini xabar berdi. Lekin bu hammasi ham emas. Xabaringiz bo'layotgan bo'lsa, Rossiyaning местный aholisi, ya'ni yerli aholilarning siqilayotgan bir masalasi u yerda endi hindlar bosayotgani keng muhokamalarga sabab bo'lmoqda. भाई हम ना मास्को में यात्रा कर रहे हैं भाई, और गर्म का मौसम है यहाँ पे। पर भाई साहब, हमारे इंडिया में जो जनवरी में जैसा मौसम रहता है ना, ठंड, भाई साहब यहाँ पे गर्म के टाइम में वैसा मौसम है। और भाई ठंड यहाँ का बड़ा जोर का लग रहा है। आई थिंक नो भाई, मैं ठंड बहुत ज्यादा महसूस कर रहा हूँ यार।
अब आपको पता है यार, हमारे इंडिया में यार सिर्फ जनवरी में ठंडी पड़ता है भाई यार, और यहाँ पे तो जनवरी जैसा ठंडी तो नॉर्मल है भाई रशिया में। तो भाई ये रशिया यहाँ पे कोई कंप्लेंट नहीं कर सकता है ठंड के मामले में, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ नॉर्मल है। अगर आप भी आ रहे हो तो कपड़े के साथ आओ, क्योंकि ठंड से बचना है, तो वरना ठंड से नहीं डर लग रहा तो कोई बात नहीं, आ जाओ आप जब भी। Ну чё, доигрались? Сейчас вам индусы нормально жизнь там устроят. Сейчас тараканчиков будете травить скоро. Танцы, шманцы. Сейчас вы узнаете, когда ваши квартиры весь дом будет вонять, потому что у них их приправы, это просто ужас. Это просто невозможно. Он прям вшивается в стены. Чтобы вы понимали, здесь в Дубае на стройках им не дают готовить. Ну, внутри здания имеется в виду на стройке, потому что этот запах, он просто вот в бетон так впитывается и идет вонь. Ну ничего, вы хотели этого, пожалуйста, принимайте индусов. Уже видеоролик есть, как ваши женщины с ними кайфуют. Все, скоро будете молиться, чтобы мигрантов вернули обратно. Этих таджиков, узбеков, киргизов. Сейчас вот наказание вас настигло уже. Это только начало. Вы просто не знаете, с чем вы столкнетесь дальше. Это просто ужас. Какие они вам дома будут строить, это просто... Я даже ничего говорить не буду. Все сами увидите скоро. Какие квартиры вы будете покупать, как вы ипотеку будете брать. Вот это вот. Вот такая вот тонкая стена будет. И все будет это вонять, криво, косо. И будут говорить: извините, мы делали вам квартира. Вот так вам и надо, так вам и надо. Bilasizlarki, hindlar hozirda dunyoning eng ko'p aholi sifatida birinchi o'ringa chiqib olgan. Albatta, va bu holat juda yomonki, sababi agar bitta davlatga ular yerlashadigan bo'lsa, o'z-o'zidan o'zbeklardan yoki tojiklardan ham ko'pligi hisobiga ular o'sha davlatni deyarli egallab oladi. Va bu ekologiya sifatidan ham, moliyaviy ham juda yomon holatlarni olib kelishi aniq. Bu hammasi ham emas. Tojikiston prezidenti tomonidan Qobiljon oilasiga uy hadya qilgan. Есть новость. Матери Кабилджона Алиева подарили дом. Правительство Таджикистана предоставило жилье Нилюфар Сафоевой, матери Кабилджона Алиева, убитого 10-летнего таджикского мальчика. Об этом родственники сообщили Азия+. Родственники Кабилджона Алиева сообщили следующее. Мы благодарны каждому, кто помогал и хочет помочь. Однако на данный момент мы в помощи не нуждаемся, а банковский счет на имя матери Кабилджона закрыт. В связи с этим ни в коем случае не перечисляйте денежные средства ни на какие банковские счета. Qobiljon haqida yana boshqa videolarni sizlarga taqdim qilmoqchiman. Marhamat. Всем ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Сегодня джума намаз. Давайте сделаем дуа за Кабильджона. Бисмиллахи рахмани рахим. Альхамдулиллахи роббил аламин. Ар-рахмани рахим. Малики йаумиддин. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Выразить свою поддержку погибшему мальчику, кто это сделал, и хочу сказать, люди, это сделал не русский парень, это сделал просто человек. И не нужно разделять на нацию, на национальность. Просто мы живем в России, и мы должны поддерживать друг друга, жить в этой стране, жить дружно. Не нужно кого-то винить, не нужно винить нацию. Просто будьте хорошими людьми, потому что в моей жизни есть и также другие нации, друзья очень хорошие. И есть также плохие русские, есть плохие там другой национальности, разные. Поэтому просто будьте людьми и не совершайте глупых ошибок. Поэтому спасибо. Живите дружно. Салам алейкум, دوستای عزیز. باور میکنین دو روز همین نوار قابلجان میبینم همه خیلی درون بدرون سوخته هستم، همه خیلی درون بدرون نمیدونم که چی بگم. همچون مادر ما گفتم که خداوند همین مادر قابلجان صبر جمیل بده، خداوند تاجیکستان عزیزی ما را، خداوند مهربان غریبای ما را که در تاجیکای ما را که در غریبان گهبانشان باشه. خدای شیرین ای دستیم مادر را چی نمیه
فقط یک دعا، فقط دعا. شب جمعه انشالله در حقش درکت نماز میخونیم، انشالله در حق قابل جان دعا میکنیم. خداوند مهربان طریقه رحمت شایسته جنت شکنه. درون بدرون میسوزم، نمیدونم که چی بگو. برای که من مادرم، من یکی معده دارم، شکل خدا 3 دخترک دارم، بچه ندارم. خیلی کردم که هم کلچه دارم، بچه مرض نیستن. خیلی خدا تصور کردم، خیلی درون بدرون سوختم، ندانستم که چی بود. دوستای عزیز ندانستم که بخیزم چی برآمد کنم. باور کنین کسلم شدم دوستای عزیز. انشالله که مادری قابل جان خبر میگیرین. قابل جان حقیقت دعا qilamiz. Ta'ziya. Qobiljon tojikistonlik musulmon kofir degan gap chiqib, qonparastlik qilib o'ltirgan ekan. Alloh joyini jannatdan qilsin. Rossiyada bir bola, Rossiya bola o'ltirgan ekan. Endi taqdiri nasibi shular ekan. Shahid bo'lib ketdi u. Oilasiga, onasiga, dadasiga yaxshi sabrli qilsin, ota-onasini. Uyini tinchligini bersin. Shuni haqqiga duo qilamiz hammamiz. Bu qo'llaringizni ko'tarib duo qilinglar hojonlar. Tog'a siz duo bering. Siz duo bering. Qalu inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Alloh rahmatiga olganimizning joyi jannatdan bo'lsin. Allohu akbar. Tojikistonlik Qobiljonni onasiga, ukasiga uy olib beraman deb harakat qilib, mana shu biznesni boshlagan edim. Xudo xohlasa mana shu holatida $50 rasxod ketgan. Endi bu narsani men sizlarga tekinga tarqatmoqchiman. Buning uchun ismlaringizni mana bu joyga yozib berasizlar. Har kuni bittadan odamga kommentariy orqali ko'zimni bog'layman, mana shunaqasiga tepaga pastga qilib aniqlab berib olaman. Chunki sizlar podpishka qilyapsizlar, like bosyapsizlar. Xudo xohlasa men o'zimni zina ishlab chiqarish sexim bor, eshik sexim bor. O'shalarni orttirib, o'zim halol mehnat qilib, tojikistonlik Qobiljon oila a'zolariga bitta chiroyli biznes yoki bitta o'zim yonimdan harakat qilib bermoqchiman. Sizlardan bitta podpishka men o'sha zina seximni rivojlantirib, ko'proq zina zakasi olishim uchun menga yordamlaringiz kerak. Bu narsani har kuni sizlarga bittadan, ikkitadan, uchtadan, to'rttadan qilib 400 tani tekinga tarqatib yuboraman. $20,000 pulim ketdi bu narsaga. Xudo xohlasa, bu sizlar obunachilar uchun qilib beramiz. Aziz yurtdoshlar, nima bo'lganda ham fikrni siz yozasiz. Haqiqiy odil hakam bu sizsiz. Kommentariyaga fikringizni yozasiz degan umidda sizlar bilan xayrlashib qolaman. Sizlar bilan men bloger Muhammadjon Madiyev bo'ldi. Ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.